Biz Germaniya saytlaridan zakaz qilishni o'rganamiz. Birinchi navbatda registratsiya qilishni. Demak, Google ga yozamiz. Demak, Zalando de. Demak, poyezd qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana Germaniyaning sayti. Shu yerga kiramiz. Endi esa biz bu saytdan registratsiya qilishimiz kerak. Demak, qanday qilib registratsiya qilamiz? Mana bu odamchaga bosamiz. Bosdik, mana. Endi esa bu yerda biz bu avtorizatsiya, ya'ni bu уже registratsiyadan o'tganlar mashetga o'zini mailini va parolini yozib kiradi, lekin bizga bu yerda shart emas, chunki biz hali endi yangimiz. Demak, mana bu registrga bosamiz. Mana. Demak, endi birinchi ismga o'zimizning ismimizni yozamiz. Yozdik. Endi mail yozamiz va parol qo'yamiz. Demak, mana parol qo'yib oldik. Keyin mana bu yerga demak, sizni mana juda ham ko'proq nima qiziqtiradi deganda, ayollar kiyimi, erkaklar, ya'ni tanlamayman degan. Bu esa bu yerga bosib qo'ysak, biz yangi tovarlar haqida xabarlar olib turishni istaysizmi desa, bunga bosib qo'ysangiz ptichka bo'ladi va registratsiyani bosamiz. Mana biz registratsiyadan o'tib oldik. Endi mana bizda mailimiz turibdi. Endi sizni nima juda ham ko'proq qiziqtiryapti deydi. Женская modani bosib qo'yamiz. Yana mana har xil narsalar. Mana запишите меня bosib qo'ydik. Endi demak, почти готово deyapti. Подтвердить регистрацию. Biz мы отправили электронное письмо. Просьба подтвердить адрес электронной почты deyapti. Biz o'sha elektronniy pochtamizni kirib olamiz va uni tasdiqlaymiz. Mana demak, bizni registratsiya qilganimizga haqida xabar keldi. Demak, mana bizga xabar keldi. Please confirm your email address deb ichiga bosamiz. Mana mail adresini tasdiqla deb xabar keldi, bosamiz. Mana siz mail orqali registratsiyadan o'tdingiz deb aytyapti. Biz demak ro'yxatdan o'tishni o'rgandik. Endi esa biz registratsiyadan o'tib olganimizdan keyin adres kiritib olishimiz kerak. Demak, mana bu yerlarga, mana shu qatordan biz hozir adres joyini topishimiz kerak. Mana aylantirsak, demak, mana shunaqa narsalar yozilgan. Biz adres joyiga kiramiz. Mana bosamiz. Endi bizdan adres qo'shish joyini belgilaymiz. Добавить adres bosamiz. Demak, bizda Mr. Mrs. turibdi. Mrs. ya'ni mana bu Mrs. belgilab qo'yamiz. Bizdan demak first name, last name deb so'rayapti. Biz adresga kiramiz. Mana kargomiz adresiga. Demak, mana first name da test parcel turibdi. Mana copyright qilamiz mana bu yerga. Demak, mana copyright qildik. First name ga bosib start qilamiz. Last name ga ism familiyamizni yozamiz. Demak, yozib oldik. Endi esa mana tip adres deyapti. Biz demak domashniy adresi turish kerak. Endi bu yerga mana birinchi qatorga to'liq adresni yozib olamiz. Demak, mana shuni kopiya qilib olamiz. Mana kopiya qilib oldik. Demak, biz ikkinchiga belgilamaymiz, bu shart emas. Endi biz почтовый indeksni
kiritishimiz kerak. Mana bizda pochtaviy indeksimiz 85570. Buni ham kopirasiya qilamiz. Mana qo'yib oldik. Endi город. Ya'ni bizda gorodni bu yoqdan tanlaymiz. Mana bizda mana town bo'lib turibdi. Ya'ni bu shahar, qishloq degan ma'noda kopirasiya qilamiz. Mana vставить qilib oldik. Endi biz mana bu ikkalasiga ham птичкani bosib qo'yamiz. Va сохранitni bosishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Mana. Demak, endi biz сохранitga bosib olamiz. Mana. Bosdik. Mana ko'ryapsizlarmi, bizning adresimiz сохранит bo'ldi. Endi esa bu adresimizni kargochimizga tashlab tekshirib olishimiz mumkin.